18 sotili issiqxonamizni isitish tizimi necha pulga tushadi? Videomizni shu tarzda nomladik. Xudo xolasa necha pul ketgani, nechili turba, qanaqangi holatda isishlari, qanaqa video davomida aytamiz. Issiqxonamizni Ponni podключ isitish tizimini topshirib berdik. Chiroyli qilib topli pol, bu turba, podacha, obrotka sistemalari, katyollari barchasini qilib berdik. Bu 18 sotili issiqxonamizga ikkita katyol qo'yganmiz. 9 sotidan Xudo xolasa video davomida barchasini ko'rsatamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Videomizni oxiriga doğru kuzating. Siz ham issiqxonangizga isitish tizimini qilmoqchi bo'lsangiz, shu videoni ko'ring, tavsiya qilamiz. Yoki mana bunaqa qulpina ekaman deb, bunaqangi isitish tizimini moslayman deydigan bo'lsangiz, aka, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Nech pul rasxod ketadi va nech pulga tushadi. Video davomida barchasini aytib beramiz. Kommentga albatta o'z fikringizni bildirib qoling. Biz bo'lmasa boshladik. Birinchi bo'lib sizlarga kapani ma'lumotini bersam, bu yerda kapamiz 8 ta, 4 tadan bo'lib olganmiz, ya'ni ikkita katyol qo'ydik dedik. 4 tasi bu tomonga, 4 tasi bu tomonda. Topli pol ham shu ikkita katyol bilan ishlaydi. Endi qishning kunida uncha sovuq bo'lmagan paytda bitta katyol bilan faqat topli polni o'zini ishlatsa ham bo'ladi. Yoki Ponni sistema hammasi bo'lib turib, bitta katyol bilan barchasini isitsa bo'ladigan qilib moslab berdik. Hozir esa bu 89 lik turbamiz podachi ketgan. Obrotka bo'lib o'zida qaytgan. 57 lik turba ham urilgan. Dakansa oxiriga davr emas. 57 lik turba kerak emas edi, lekin o'zida bor edi. Uni ham urib bering dedik. Mana chiroyli qilib buni ham urib berdik. Kapamizni oldi tomonidan ko'rinishi, bu tomondan kelgan podachi kelib turib, bu yerdan tarqagan. Podachi obrotkamiz ham, obrotka mayatlar ko'milib ketdi. Nari tomon past Ponni bo'lib turib, hammasi 89 lik turbada bo'lgan. Karkasimizni orqa tomonidan ko'rinishi. Qulpinoga baho berasizlar, bitta-bittadan lak akalar. Kelib turib o'zida qaytgan. Bu chekalanki ham Ponni o'zida qaytgan. 89 lik turba hech qanaqa suv qisilish bo'lmaydi. Qanday kelgan bo'lsa, suv ashunday bo'lib turib, katta issiqlik bo'lib qaytadi. 57 lik turba oxiriga urilmagan dedik. Mana shu chekanikini imkon qadar olib keldik. Bulankini yarimidan qaytarib qo'ydik. Bu tomon ham 89 lik. Endi bu topli polni ko'rasizlarki, topli polga baho berib o'tib ketasizlar. Buni ham narxlarini aytib beramiz. Hozir sistemani davom etkazamiz. Shuna bo'lib turib Ponni ketgan. Imkon qadar pastgaroq qildik. Uklonni olib eng past joydan boshlab turib, obrotkani ko'mib olganmiz. Katyolni 1 metr, 1,5 metr pastga tushirib olganmiz. Uni ham hozir ko'rsatamiz. Ponni holatlari akalar. Hozir esa katyoli ketgan tomonni sizlarga obzorini qilamiz. Ketdik. Akalar, katyolimiz 1,5 metr pastga o'rnagan. Katyolimiz ham ko'mir, ham gaz. Svet o'chib qolsa, tagini ochib qo'yasiz, o'zini holatda chiroyli bo'lib ishlayveradi. Mana bu joydan bitta katyol bilan ikkovini ishlatsa bo'ladi. Mashinadan vigirovka qilasiz. Alohida ishlataman desangiz bekitib qo'yadi. Endi orqa tomoniga ikkita nasos qo'yilgan. Bitta bilan ham ishlatsa bo'ladi. Mana naborlari bor, bu bekitib turib, mana shu bitta katyol bilan barchasini ishlatib olsa bo'ladi. Endi bu narsani ko'rishinglar mumkin. Katyol boshida yoqqanda tellab beradi. Shu tellamaslik uchun shu yerni shunday ochib qo'yasiz. Katyol birinchi o'zidan aylanib oladi, keyin tellash kam bo'ladi. Mana ko'ringlarki, bu 89 lik, bu 50-40 lik nasoslarimiz bu tomonda ham bor. Endi esa mana topli polni kelgan joyi kelib turib bunga uriladi. Bu bitta nasos bilan ishlayveradi. Bu ham shu, agarda bittasini ishlataman deydigan bo'lsa, bitta katyolni bitta sistema bilan, bitta katyol bilan bitta sistema, ikki sistemani ham ishlataman deydigan bo'lsa, mana buni bekitadi. Nariqa bekilar ekan. O'sha yoqqa bekitib turib, bu yer ochiladi. Bu yerni ochib qo'yadi. Endi buni ko'proq tortib olishi mumkin. Bu tomon bunday ketib o'tib ketishi mumkin deydigan bo'lsa, bu yerdan jicha qisib qo'ysa, bir xilda vigirovka bo'lib ketaveradi. Topli polimiz ma'lumotini bermabmiz. Topli polimiz bu yerda 1, 2, 3, 4 ta qo'yilgan. Hozir 3 tasi tortilgan. Ko'mishga vaqti bo'lmabdi. Mana bu bittasini keyingi yilga ko'mib turib, mash holatda tashlayman dedi. Bularni ham chiroyli qilib narxini aytib beramiz. Hozir esa birinchi bo'lib turbadan eng qiziqarli necha metr ketgan narxlarini aytamiz. Tayyor bo'lsanglar, bo'lmasa boshladik. Endi 89 lik turbamizni boshlasak, 89 lik turbamiz bu yerga 1000 metr ketgan. 1000 metr olganmiz. Bu gazni turbasi 1 yil, 2 yil ishlagan, suvga ishlamagan, ishlar ichki holati yaxshi, ideal, zo'r turadi. Buni oldik, arzonroq
uchrab qoldi. 36 ming so'mdan berdi buni metrini. Hozir esa 36 mingdan bergan bo'lsa, 36 million. Turbamiz 89ligimiz 36 millionga tushibdi 1000 metr turba. 57 lik turbamiz. 57 lik turba bu yerga shartmaslik dedik. O'ziniki bor edi. Endi hozir bozor narxida urib qo'yamiz. 350 metr ketgan 28 ming so'mdan 9 million 800 ming so'm pul bo'ladi. Plus unga qo'shib turinglar. 89ligimizni atvotiga keladigan bo'lsak, atvotimiz 78 ta ketibdi. 25 mingdan 1 million 950 ming so'm. Mana shu Eronning atvoti, yaxshi atvotdan 25 ming so'mdan beribdi. 78 ta ketibdi. 57 lik atvotimiz, 30 dona ketibdi. 18 ming so'mdan 540 ming so'm. Uni ham plus qilib turamiz. Yo'limiz oldagi 89 lik kranlilarimiz, Slanisli, kranli Slanis 89 lik 6 dona ketibdi. 280 ming so'mdan 1 million 680 ming so'm. 89 lik mana bu Slanis bo'tka ekalari bilan donasini 280 ming so'mdan beribdi. 6 ta ketibdi bundan 1 million 680 ming so'm. Xuddi mana shuni 57 ligi, 57 lik bu yerga 2 dona qo'yganmiz. Kranli Slanis 57 lik 190 ming so'mdan beribdi. 2 dona qo'yganmiz 380 ming so'm. Yana plus. Bu yerga nasosimiz, 2 ta nasos qo'yilgan. 1 million 250 ming so'mdan 2 million 500 ming so'm. Nasosimiz oldidagi mana 40 lik krannilar. 40 lik kranni 6 dona, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Topli polniki ham bor. Shu bilan 6 ta bo'lib qolib 80 ming so'mdan yaxshisidan qo'yilgan, tozasidan 480 ming so'm pul. Buni ham plus qilib turamiz. Filtrimiz, bu nasosning oldiga qo'yilgan filtrimiz 2 dona qo'yilgan, 40 ming so'mdan 80 ming so'm. Endi bu yerda bo'ldi, xudo xolasa katyolimiz. Katyolimizni narxiga keladigan bo'lsak, ikkita ham gazga, ham ko'mirga, ham svet o'chib bo'lsa, o'zini-o'zi vigirovka qilib ishlaydigan, ham aqlli, ham farosatli katyolimizni narxiga keladigan bo'lsak, 20 milliondan katyolimiz. Endi buni ikkita olganlik uchun dastlabkalari bilan, mana bu datchilari bilan, shlankalari bilan, krannilari bilan, miyalari bilan, vigirovkalari bilan bo'ldi. 20 milliondan qilib berdik. 40 million ikkita plus qilib turamiz buni ham akalar. Topli polimizni shlankasiga keladigan bo'lsak, bu bitta shlankani hisoblamadik qo'yilmaganligi uchun. Agar buni ham qo'yiladigan bo'lsa, qo'shilib bo'ladi. 1 2 3 ta shlankamiz bu yerga ponni 5500 metr ketibdi. Shlanka yaxshi shlankadan bukilib bo'lsa ham, ezilsa ham ancha-munchaga sinib ketmaydigan. Metri 2800 so'mdan beribdi. 15 million 400 ming so'm. Mana shu ponni 18 sotuq joyga. Buni ham plus qilib turamiz. Shlankamizni aytib oldik. Endi shlankamiz kelib turib, manaqa 1 2 3 4 ta kranni, bundagi naborlari har biri alohida, har birining narxini alohida aytmadik. Mana shu holati ponni oldi orqa bo'lib turib, mana shu 1 2 3 4 tasini narxi 220 ming so'm ekan. Mana shu to'xtashi mana shunday. Mana shu kranni shlanka kirmaydi. 220 ming so'mdan 76 ta ketibdi. 16 million 720 ming so'm. Mana shuni o'zi tonni ketgani 16 million 720 ming so'mga to'xtatdi. Mana shu kranni, mana shu komplekt narsasi. Orqada ham bu, oldida ham bu. Bundan 76 dona ketibdi. Bu bittalikdan emas, shu komplektdan. Endi bunimizni, bu turbamiz, polietilen turbamiz 40 lik tortilgan, 150 metr ketgan, unaqa ko'p ketmagan. Chunki bu turbada olib kelib qo'yilgan. Buni narxi 28 mingdan beribdi. 150 ni ko'paytiramiz 28 ga. 4 million 200 ming so'm. Endi bir ikkita mana krannilar qolib ketdi. Ularni qo'shib yozib olarasiz pulligini. Primenda mana shu 100 ming 150 ming atrofida to'xtaydi. Bundan 4 tamikin, 3 tamikin qo'shildi. Endi bu siz hozir bu yerda qolyapti. Turba sistemamizni Bolgarga toshi, elektrodi, keyin xizmat haqqi, bu pasimizdagi topli pollarning xizmat haqqisiz qolib turib, bu yerda katyol, nasos barchasi bo'lib turib 217 million 930 ming so'm pul bo'ldi 18 sotigimizga. Endi bunga plus xizmat haqqi bir 15 million 20 million atrofida qo'shilib qoladi. Endi nihoyatda ko'p chiqib ketgan, ko'ryapsizlar, qulpini o'ylab zo'r, ideal qilib qo'ygan. Endi topli polga nihoyatda kuchli ketib o'rgan. Agar topli polmas
menga katyonni o'zi sistemani o'zi bo'ladigan bo'lsa 36 million turba ketadi, unga 57 lik turba 57 lik turba shart emas, shu 89 lik turba 36 million, katyonimiz 40 million. Ikkitasi agar bitta qilgizaman desangiz 40 sotiga bir 40 million 45 million atrofida chiqarib beramiz, chiroyli qilib, ham gazga ham ko'mirga bemalol ishlayveradi. Agar mana qanday holatda qilib ideal qilib zo'r qilib qo'yib oladigan bo'lsanglar, mash holati 217 million 930 ming so'mga to'xtayapti. Endi bunimizni narxini qo'ymadik, chunki necha arzonroq qilib berdik. Endi narx ko'tarilib qoladi, tushib qoladi. Shunga qarab turib kelishib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Akalar, kommentga o'z fikringizni bildirib o'ting, ya'ni qoldirib keting. Biz mehnat qildik, qo'limizdan kelgancha. Qulpini yoqqan bo'lsa, sistemalar yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, yoqqan bo'lsa bitta-bittadan like. E'tiborlar uchun rahmat. Akalar, ko'rishinglar mumkin, bemalol hisoblab ko'raverasizlar. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, men bor uzr.